Nizam Consulting Group va ustozimiz Akbar Nizam bilan birgalikda biz 10 ta xonadonni xursand qilmoqchi bo'lyapmiz va karvonimizni biz boshladik. Muhtoj oilalarga bo'lib bering degan gap bizni ta'sirlantirdi va biznes kapsula jamoasi bilan Akmal Nizam ustozimiz bilan bugun o'sha $1000 haqdor oilalarga mana shunday hayitlik bilan yetkazishni o'zimizga lozim deb bildik. Sizdan Xudo rozi bo'lsin. sizlardan ham Xudo rozi bo'lsin. Kelmoq bu ketmoqqa qo'yilgan qadam, ibtido bir kuni. Kim bilan turasan? Shu olimlarmi? Dadan qayerda? Dadam shu vafot etgan. Nima bo'lgandi? Yuragi og'rigan. Kamsitmadi odamlar, o'ksitmadi odamlar, so'zlab berar onamlar. Yig'lama, bugun sizlarni xursand qilishga keldik. Mana aziz dadam. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan. Bayramlaringiz bilan. Hozir ozgina hadiyam bor. Shu Ulug'bekjonga bitta shu qo'ycha olib berasiz. O'zi qo'ychani boqib, ularni sonini ko'paytirsin. Nechinchi sinfda o'qiysan? Annoyman maktab. Dadan qayerda? Jannatda. Dadang bo'lganda nima olib berishini so'ragan bo'lardi? O'zi kerak. Dadamda. Hayitga senga nima olib kelaylik? Katta uyga olib kel. Har bir Assalomu alaykum. g'amlarga tabiiy. Mana katta verik. Bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi. Oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi. Biznes kapsula loyihasini hali qiladigan ihsonlari ko'p. Mana shu yerda hammamiz Allohning kassirlari.